Bugungi mavzumuz ona plata va protsessor haqida. Ushbu platamiz H310 8 va 9 avlod protsessorlarga mos keladi. 181 video yadrosi bor protsessor ko'ramiz. Mana bu yerda 1551 dona igna mavjud. Bu LG1551 deb ataladi. Bu degani 1551 ta igna mavjud. Bu platamiz DDR4 platformasida zamonaviy HDMI VGA portlari, eski zamondan asabga, klaviatura mishka uchun, eski zamon klaviatura mishkalari uchun ham joy bor. Hozirgi zamonda egizib bo'lib ketdi hammasi. Mana bu signallar haqida esa keyinchalik to'liq video obzorni YouTube'da joylaymiz. Bu yerdagi lampochkalar qaysi bir yongani, nima haqida ma'lumotlar berishini to'liq videomizda ko'rsatib o'tamiz. Bundan-da foydali va maqsadli videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.